Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli shogirdlarim, qizlarim, o'g'illarim, birodarlarim, shu kitobimizdagi sabr bobidan 29-hadisga kelganmiz. Bu hadisda Usoma o'zlarini otalari Zayddan, bular har ikkalalarini ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda do'st tutgan, bulardan bir hadisni sizlarga aytib beraman. عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه قال: أرسلت بنت النبي إن ابني قد أحضر واشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni juda ham yaxshi ko'rgan, go'yo avval qullari bo'lgan, keyin o'sha vaqtlarida o'g'illari deb go'yo Zayd ibn Muhammad deb o'sha e'lon ham qilganlar. Keyin Alloh oyat yuborgandan keyin Zayd ibn Horisa deganlar. Buni o'zlari uylaganlar, ozod qilganlar, ham uylaganlar. Buni o'g'li Usoma. Bu ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni juda yaxshi ko'rishardi bular. Hatto ota-onalari kelgan vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ixtiyor qilib ota-onalar bilan ketishmagan bular. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda yaxshi ko'rgan muhabbatlik o'g'illari, muhabbatlik mutabanno o'g'illari, ya'ni tutib olgan o'g'illari va o'g'illarning o'g'illari. Bularni aytadilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qizlari vaqtiki qizlarini o'g'illari, ya'ni nabiralari kasal bo'lib, shu bir o'ladigan holatda, ya'ni yomon kasal bo'lgan holatlarida qizlari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir odamni yubordilarki, borib ayting payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kelsinlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam salom yubordilar va aytdilarki, inna lillahi ma ahaz va lahu ma a'ta va kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Alloh tabaraka taolo berdimi, vaqtiki agar nima bo'ladigan bo'lsa Alloh taolo oladi. Alloh taolo ham berguvchi, ham olguvchi o'zi. Bu dunyoda hech kim qolmaydi. Hammaga ajali musammo bor. Har kimning muhlati bor. Ho yosh bo'lsin, ho qari bo'lsin, har kimning muhlati bor. Endi sabr qilsin qizim deb go'yo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam fal tasbir val tahtasib. Agar sabr qiladigan bo'lsang, Alloh taolo senga ajr beradi deb ya'ni bormadilar. Bormasalar ikkinchi martaba yana qizlari qasam ichib bir odamni yubordilar. Farsalat ilayhi tuqsimu alayhi falyatiyannaha. Go'yo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oldilariga kelishliklarini qasam ichib go'yo aytdilar. Faqama ma'ahu Sa'd ibn Ubadata, Muaz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Sobit va rijalun radhiyallohu anhum. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxir qarasalar, qasam ichib shunday kesmasalar bo'lmaydi deganlaridan keyin nevaralari go'yo kasal, shu o'ladigan holatda bo'lgan holatlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuncha sahobalar bilan turib bordilar. Farufiya ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sabiyu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga u nevaralarini qo'llariga berdilar. Qo'llariga bergan paytlarida faqadahu fi hijrihi va nafsuhu taqaqa'u favozat ayno. Shu qo'llariga olib quchoqlariga o'tkazdilar. Shunda u bola nafsi endi nafasi endi shu chiqishlik holati, ya'ni harakat qilib shu nafasi odamning oxirgi vaqtida chiqayotgan holatidek shunday holat edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u nevaralarini ushlab turib shu ikkita ko'zlaridan yosh oqdi. Ya'ni yig'ladilar.
payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haligi bolani ushlab turib vaqtiki qaraydilar, joni chiqyapti. Shu holatda yig'ladilar. Faqola Sa'dun, yig'laganlarni ko'rib sahobalardan Sa'd aytdilarki, ya Rasululloh, ey Allohning rasuli, ma haza, nimaga bu yig'ladingiz? Sabr qiling. Sabr hammaga aytasiz, yig'lashlik bo'lmaydi, betoqatlik qilmanglar deysiz. Siz nima uchun bu nayrangizni bunaqa holatini ko'rib turib yig'ladingiz deb shu yerda bular e'tiroz qilishdi. Shunda faqola hadihi rahmatun ja'alahu Allohu taala fi qalbi ibadihi. Bu Allohning rahmati, bu ko'zimdan oqayotgan yosh, bu Allohning rahmati dedilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Bu Alloh tabaraka taoloning bandalariga bergan Allohning rahmati bu. Ya'ni bu betoqatlik emas, bu besabrlik emas. O'zi har qanday odamni rahmi bo'ladigan bo'lsa, qalbida vaqtiki bir narsani eshitsa yoki bir narsani masalan musibat yetganini ko'radigan bo'lsa, ko'zidan yosh oqadi. Bu Allohning bir rahmati dedilar. Va innama yarhamullohu min ibadihi ruhama. Yana aytdilarki, Alloh tabaraka taolo rahm qilguvchi bandalarni yaxshi ko'radi dedilar. Ya'ni inson har holatda bo'lsa, musibat yetdi mana. Har holatda bo'lsa, rahmi bo'lishi kerak. Ya'ni bu ko'zdan yosh oqishlik, bu besabrlik emas ekan. Bundan bilamizki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham shu nevaralarini qo'llariga olib to jon berguncha o'sha yerda masalan ko'zlaridan yoshlari oqib, shu yerda rahmlari kelib unga shunday holatda. Shuning uchun Alloh tabaraka taolo rahm qilguvchi bandalarga rahm qilguvchi dedilar. Shuning uchun biz ham har holatimizda Alloh tabaraka taoloni bandalariga yoki shunday masalan holatlarda agar ko'zimizdan yosh oqadigan bo'lsa, bu Allohning rahmati ekan. Va oxiri davona alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.